Hammaga salom, sizlar bilan Albek Player. Bugungi videoda Minecraftdagi siz bilmagan faktlarni ko'rib chiqamiz va bu birinchi fakt. Bu versiyada Ender Dragon ham qo'shilgan bo'lib, siz buni mana shunday qilib portal qurib yoniga borsangiz bo'ladi, lekin bu yerda bitta xatolik bor. Agarda siz portalni ko'zlarini terganingizdan keyin portal ramkalarini sindirsangiz, bular shunchaki g'oyib bo'lmaydi va mana shu qora portalga yuboradigan joy shunchaki turaveradi. Shunday qilib siz portalingizdagi dizaynni xohlagandek qilishingiz mumkin. Misol uchun Bedrockdan va mana shunday qilib Bedrock olib yoniga terib chiqsangiz, bu Bedrockli portalga aylanadi. Va buni siz ham qilib ko'ring. 0.17.0dagi versiyadagi Ender yangilanishida siz ko'rganingizdek mana shunaqa xatoliklar bo'lib turadi. Chunki Minecraft buni shunchaki portal emas, blok sifatida qaraydi. Ko'rganingizdek mana yashil narsalar va xuddi yer blokka o'xshash narsasini yapti. Bu xuddi blokka o'xshaydi. Shuning uchun ham Minecraft buni blokka chiqargani uchun bu shunchaki sindirilganda ham turaveradi. Va endi ikkinchi faktga o'tamiz. Siz agarda mana shunday ma'lumotlarni otsangiz xohlagan joyingizda paydo bo'lasiz. Lekin ko'rganingizdek xuddi siz tuxum otyapsiz, lekin bu Ender Marvard bo'lgandek. Bu versiyada Ender Chest, ya'ni Ender sandiq ham qo'shilgan. Bunga kirib chiqsangiz, yaxshilab e'tibor bering. Xuddi bu oddiy sandiqdagidek bir xil tovush chiqaradi. Mana shu ham Minecraftdagi xato. Bu versiyada name tag ham qo'shilgan. Agar siz uning ismiga Jeb deb yozsangiz, bu ham qo'y uchun o'xshaydi. Va mana buni tekshirib ham ko'ramiz lekin mana Jeb ismi. Shunday qilib bu shunchaki rangli bo'lib hisoblanadi. Bu xuddi yangi versiyadagiga o'xshab ketadi. Bu versiyada hattoki mayoq bilan yana Wither Storm ham qo'shilgan. Mana shunday qilib Wither Stormni chaqirib olsangiz bo'ladi, lekin mana buning boshini elementarga kirganingizda bu g'oyib bo'lib qoladi. Va bu xuddi mana shunday bu ham g'oyib bo'ladi, bu ham g'oyib bo'ladi, lekin chiqqaningizda ko'rinib qoladi. Va mana shunday qilib mana bu Wither Storm bo'ladi. Mana bu ko'rib turganingizda hammaga hujum qilaveradi. Va yana qochadi ham. Va buni toshiga yaxshilab qarang. Va bu xuddiki kamonning o'xshaydi. Buni hozir sizlarga ko'rsataman. Kamon ham xuddi shunday tovush chiqaradi. Mana. Bu versiyada yana mana shunaqa otlar ham qo'shilgan. Bunga yana borsa va nihoyat mana shunisi qo'lga o'rgatildi. Endi bunga hattoki egar bog'lab mana shunaqa kiydirsangiz ham bo'ladi. Va bunda bemalol sayr qilsangiz ham bo'ladi. Lekin bunisi biroz tezroq chiqib qoldi va bu men uchun yaxshi. Va siz elementaringizga kirsangiz, xuddiki birorta aslaha kiyganingizdek tovush chiqadi. Va yana bir narsa, agarda siz elektrada uchsangiz, mana shunday faqatgina pastga qarab ucha olasiz, chunki bu versiyada hech qanday mushak va firework ham qo'shilmagan. Va agar shu elitra bilan siz suvda suzmoqchi bo'lsangiz, mana shunday xuddi uchayotgandek bo'lasiz, lekin siz aslida suzyapsiz. Va bu versiyada mana shunaqa peony degan gulni
mana shunday xunuk ko'rinadi, chunki buning teksturasi boshqa tuzilgan va qarasangiz xuddi mana bu yerda oppoq narsa bordek. Bu yerda biroz redstone narsalar ham bor. Shunday qilib mexanizm qursangiz bu cheksiz uchar mashinaga o'xshaydi. Va hozir sizlarga buni qurib ko'rsataman. Va mana bu yerga chiroqcha yo'q, foto qo'yilibdi. Yo'q, bu ham mana buni nima shunday qilib bugungi video tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki kanalimizda obunachilar 94 ta, tezroq 100 ta bo'lib, keyin 500 ta bo'lishimiz kerak. Hammaga xayr. Va bugungi faktlar yoqqan bo'lsa kommentariyaga necha ball qo'yganinglarni yozib ketinglar.